Bugun kimlar yoki nimalar soyada qolib ketyapti? O'zini har doim bahosini ustun qo'yib, hammadan ustunman, taqvodorman deyverish vahshiyni tarbiyalab qo'yadi. Bu vahshiy keyin o'zini yeydi. Asli ahmoqda ham aql bor. Agar bo'lsa o'sha aql. Nafs shunaqangi narsaki, hech qachon to'ymaydi, hech qachon rozi bo'lmaydi. Lekin malomatchi nafs ham bor-da. O'sha malomatchi nafs maqomiga chiqquncha kamolat yo'li kerak. Kerak bo'lmasa u adolat degan narsa bizning hayotimizga kirib keladimi? Biz adolatga qo'ldan kelgancha harakat qilishimiz kerak. Bizga adolatsizlik bo'lsa, ko'ngil xotirjam bo'lsin. Mezon bor, hisob kitob bor. Siz mana shu haqiqat deb bilib gapirayotgan haqiqatlaringiz aslida haqiqatmikan? Dunyo mulkiga ega bo'lsangiz ham qayerdadir baribir g'am, tashvish bo'ladi degan. Har bir insonning bu hayotdagi xaritasi nima bo'lishi kerak? Sizda ham o'g'irlik bor. Hayotimizni o'g'irlayapmiz, vaqtimizni o'g'irlaymiz ba'zida. Bugun ham o'zingizni yomon inson deb bilasizmi? Biz o'layotganimizda jonimizda farishta oladi-yu. Aha. Tug'ilayotganimizda nimaga farishta bo'lmaydi desa, bo'ladi-yu, onang bor-ku deyishgan. Dushman bilan yuzma-yuz janggohdagi loydaman. Izlab kelsang sen meni, tashlab ketgan joydaman. So'zdirki nishon berur o'likka jondan. So'zdirki xabar berur jonga jonondan. Go'zal. Insonni so'z ayladi judo hayvondan. Bilgin gavhari sharifroq yo'q ondan.